Jinlarning juda ham noodatiy qudratlari bor. Bu esa boshqa tarafdan g'alati ham. Fizik musulmonlar bunga e'tiborlarini qaratishlari kerak. Sulaymon alayhissalom va Bilqis qissasida buni ko'rsak bo'ladi. Buki jismni energiyaga aylantirib, keyin esa qayta jismga aylantirish qudrati. Va buni hozirgi olimlar qanday qilish mumkinligi haqida bosh qotirishmoqda. Va jinlarning bu narsalarni qilishga qudratlari bor. Buni qayerdan bilamiz? Shiba qirolichasi Bilqisning taxti orqali. Uning taxti Yamandan Falastingacha keltirilgan. Xo'p, jinlarning bir qancha darajalari mavjud va ifrit ularning eng kuchlisi va eng yomonlaridan biri. Ifrit bu yovuzlarning eng yovuzlaridan. Demak, ifrit Sulaymon alayhissalomga aytdi: "Men senga taxtni olib kelib beraman. Sen o'rningdan turishingdan oldin." Mana shu eng qiziqarli qismi. Agar jin yorug'lik tezligida Yamanga borib qaytib kela olsa va bu jin shunchalik qudratli bo'lsa, xuddiki Alloh taolo bu jinlar qila oladigan eng qudratli ish deyotgandek. Chunki Sulaymon alayhissalom barcha jinlarni boshqarar edilar va ularning biri aytdi: "Atigi bir donasi." Bu anglatadiki, qolganlarning bunday qudratlari yo'q. Demak, biz ishlarni o'z o'rniga qo'yishimiz kerak. Jinlarning barchalari ham bunchalik qudratli emas. Ularning atigi bir donasi buni qila olishini aytdi. Bu ularning eng kuchlisi va eng zo'ri edi. Shuning uchun biz tushunishimiz kerak. Biz eshitgan jinlarning eng kuchlisining qudrati qanday darajagacha bo'lishi mumkin? U Bilqisning taxtini ko'tarib, xo'p, bu ishni hozir kranlar ham qila oladi. Men shunchaki misol qilyapman. Bu jin osmondan bir yulduzni ko'tara oladi degani emas. Bu ularning biz tushuna oladigan jismoniy qudratlari. Biz uchun super noodatiy ish nima edi? Buki taxtni moddasini o'zgartira olish. Ma'lumki, Bilqisning taxti uning qasrining ichida edi. U taxtni olib kelish uchun uni ko'rinmas bir moddaga aylantirish kerak edi. Unday qilmasa, qasrdagi odamlar taxtning uchib yurganini ko'rib qolishgan bo'lar edi. Balki taxt turgan joyda yo'q bo'lib qolib, Sulaymon alayhissalomning oldida paydo bo'lish kerak edi. Bu nimani anglatadi? Va bu biz ishonadigan narsa. Biz bu qissaga ishonamiz. Bo'lishi mumkinki, qandaydir yo'l bilan jin bir moddani olib, uni energiyaga aylantirib, butun yo'lni bosib o'tib, keyin esa qayta moddaga aylantira olishi mumkin. Va bu narsa har xil rivoyatlardan juda ham mutawatir bo'lgan ish. Bir sehrgar ko'zbo'yamachi yo'qolib qolgan narsani xuddi qayta paydo qilgandek ko'rsatadi. Rostdan ham keyin odamlar unga ishonishadi. Shunday ekan, jinlarga bu ish undan-da oson. Chunki jinlarning jismoniy moddalari nima? Jinlar nimadan yaratilganlar? Olovdan. Qanday olovdan? Tutunsiz olovdan. Ya'ni olovning gaz qismidan. Demak, ular shunday bir energiya ekanlar. Ularning tezliklari qanday bo'ladi? Kamida agar ta'bir joiz bo'lsa, ular yorug'lik tezligida harakat qila olishadi. Ular energiya ekanlar. Jismoniy to'siqlar ularni to'xtata oladimi? Yo'q. Xuddiki biz xonaning ichida bo'lishimizga qaramay, bizning telefonlarimiz ishlayapti. Xuddi radio to'lqinlari va bu xonaga kirayotgan boshqa to'lqinlar kabi. Demak, jismoniy to'siqlar ularga hech qanday xalaqit bera olmaydi. Ular tutunsiz olovdan yaratilganliklari ularni bizga ko'rinmaydigan qiladi. Ularning bir energiya moddasidan boshqasiga aylana oladigan qobiliyatlari mavjud. Ya'ni ular jismoniy moddaga ham aylana olishadi va ular xohlagan paytlari bizga ko'rina oladilar. Xo'sh, bizning zamonaviy qishlog'imizda ular buni qanday qilishadi? Ular shunchaki quyosh nurlarining ko'rinishiga kira olishadi. Biz odamlar ko'ra oladigan yagona energiya moddasi bu. Juda ham kichkina spektrlarni ko'ra olamiz. Quyosh nurlarini. Jinlarning esa o'zlarining energiya moddalarini mana shunga o'xshash moddaga o'zgartirish qobiliyatlari bor. Shundan keyin esa ular bizga ko'rina oladilar. Ular o'zlarining ovozlarini bizga eshitirish qobiliyatlariga ega. Biz esa qandaydir energiyaning ovozini eshitgandek bo'lamiz. Lekin bularning barchasi bizga ko'rinmas energiyalar. Va Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Innahu yarakum huwa va qabiluhu min haythu la tarawunhum." Albatta u, ya'ni iblis va uning yordamchilari sizni siz ko'rmaydigan tomondan ko'rishadi. Demak, shu tarafdan ularning bizdan ustunliklari bor. Ular sizlarni ko'ra olishadi, sizlar esa ularni ko'ra olmaysizlar. Ular o'zlarining borligini bizlarga sezdira olishadi. Biz esa ular shu yerdami yoki yo'qmi bila olmaymiz ham.